Shoqosi вообще jinni bo'lib qolsa to'xta ekan joyini qara. Voy, aka. Yuzda вообще jijilashib ketibdi. Aka telefonda jiyanim bilan gaplashyapman-ku, shoqosim bilan. Bilan nima unaqa qilib kelyapsiz aka? Jiyanim bilan gaplashyapman deyapman-ku. Aka, men to'xtayapman, menga gapiryapsan sen. Aka, chiqinglar. Aka, men gilam sotaman, kerak bo'lsa gilam chiqarib Qanaqa beraman. gilam sotasan? Mana aka, mana qarang. Bunaqa suratli gilamlar sotaman. Saniki internetda ko'rgan. Meniki birinchi qo'limda. Izvatsa qilmang aka odamni ustida. Normal gapiryapsiz, sen izvatsa qilyapsiz. Qo'lingiz normal unaqa qilmang aka. Siz klientlar bilan olishib kelyapsiz hozir xaltam beri. Sizlar nima ish qilasizlar klientlar bilan gaplashasiz? sotamiz. Uyim bo'lsa o'zingga qo'shib sotib Aka, mana ikkita uyim bor, ikkita uyimni sotib beraverasizlarmi? 3 tami, 4 tami? Ha, shahar ichida aka. Farg'ona Qo'shoqda bo'ylar sotamiz boshqa. Nima internet bilan bog'liq nima biznes bo'lsa hammasini yurg'izib yuboraverasiz, hamma biznesda. Gapi yo'q, ammo yurg'izib yuborar ekansiz. Yugurib kelishlaringni, yurg'izib olishlaringni bildim lekin aka. Yugurtirib olamiz aka, xohlasangiz. Yugurasanmi bir? Normal harakat qiling aka. Kamera aka, prank qilyapti uni. Quvasoyda qanaqa uy kerak bo'lsa yoki sotish kerak bo'lsa akalarga murojaat qilasizlar.